O'zbekistonda yuk avtomobillar bozorida tobora o'zini o'rnini mustahkam egallab borayotgan Aton Aumark S avtomobilimizni obzor qilib beramiz. Baby, ride me to the darkness of the night. Kill me softly like you want me tonight. Oh yeah, I like my sister, doing everything she said. She don't even want your money, get my ear and someone else. She's addicted. Hozir ushbu avtomobilimizning texnik xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Oxirida sizlarga narxini aytaman. Javob hayron qolasizlar. Uncha mashinani choyini ichirib yuboradigan amerikanskiy Cummins brendi ostida ishlab chiqarilgan dvigatelimiz ushbu avtomobilga o'rnatilgan. Bu avtomobilimiz 4 ta silindrli, turbinali, dizelli dvigatel o'rnatilgan bo'lib, avtomobilimiz 139 ot kuchiga ega va 100 km tezlikda harakatlanganingizda yuk bilan 16-18 litr yoqilg'i sarflaydi. Bu ham sizlarning cho'ntagingizga foyda olib keladi. Ushbu avtomobilimizning bortining uzunligi 5120 mm, eniga 2150 va bo'yiga 550 mm tashkil etadi. Hujjatda 5 tonna yozilgani bilan siz amalda uni 10 tonna yuk olishingiz mumkin. Avtomobilimizni salon qismiga keladigan bo'lsak, keng va zamonaviy shinam qilib ishlangan kabina, elektronli tabloyimiz, issiq kunlarda eng kerakli bo'ladigan narsa konditsioner bilan jihozlangan va ruchnoy tormozimiz havo yordamida ishlaydi. Videoni ham eng qiziq joyiga kelib oldik. Avtomobilimizning narxi 375 million so'mni tashkil etadi. Sizlar bu avtomobilning narxini necha pulga baholagandinglar? Kommentariyada yozib o'tib ketinglar.